2025-yil 17-aprel sanasida valovoy giloslarimizni birinchi turi eksportga birinchi chiqadigan, eng birinchi chiqadigan hosillarga o'zlaring bittadan baho berib qo'yaverasizlar. Mehnatga bittadan lak bosib, eng birinchi chiqadigan giloslarimiz, eksportga eng yirik bo'ladigan giloslarimiz. Endi eng yangi chiqqan giloslarimizdan biri. Bundan yirik gilos yo'q. Yangi Turetskiy o'zini o'zi tayinlovchi giloslarimiz. Hosillarga o'zlaring bittadan baho beraverasizlar. 2023-yil noyabr oyida ekilgan, ikkinchi yili daraxt holatiga o'zlaring mana o'zlaring baho berib, men bilan nima qilaverasizlar. Eng ser hosil, o'zini o'zi changlovchi, dabavka bunga ham changlab beradigan eng yirik gilos, eksportga ham birinchi o'rinda aytayotgan giloslarimizdan biri. Bularni ko'chatidan ko'paytirib qo'yganmiz. Eng ishonarli ko'chatlar Olami kanalida bo'ladi ko'chatlarimiz. Ko'chatlarimizga 100% garantiya beramiz. Bog'da ekib berish xizmati, boshqa shakl berish xizmatlari ham bor. Videoga like bosib obuna bo'lishni unutmaymiz do'stlar. Eng zo'r ma'lumotlar faqat ko'chatlar olamida bo'ladi. Bog'dorchilikka qiziqadigan tanishlarimizga videoni jo'natib qo'yamiz обязательно. Mehnatga bittadan baho berib qo'yaverasizlar. Mana hosillariga o'zlaring baho beraverasizlar. 17-aprel sanasida olyapmiz.